yuzlari go'zal u qalblari go'zal, darrov solib qo'yar yuragingga cho'g'. Tan olib aytaman maqtashga loyiq, 2005lardek go'zal qizlar yo'q. Uyim joyim deydi kelin bo'lsa gar, ota-ona hurmatin joyiga qo'yar, qalbida iymonini saqlab ham yurar. 2005lardek go'zal qizlar yo'q. Qoshlari qarona, ko'zlari qarona sevib qoldim-da. Go'zallar ichimda bir gul iranol. Hey, qanday ko'ylak kiysa yarashib turar. Ularga she'r yozsam bo'ladi g'azal. Tabassum qilsagar sevib qolasan. 2007lar boshqacha go'zal. Diydoriga ishon, qiyin yetasan. Qancha kuting desam majbur kutasan. Birin yorin qilasan, baxtli bo'lasan. 2007lar boshqacha go'zal. Biz balki taqdir uchun kurashga kichkinamiz. Shu sabab yig'lamay yur men yoqtirgan kichkintoy qiz. Agar shu qo'shiq yoqsa bitta qarshi yildan keyin men ijtimoiy tarmoqqa chiqarishim mumkin. Donorgam konsertlarda bugun premyera qilmoqchiman. Agar naqlab bersanglar shu qo'shig'imizni, taronamizni sizlarga e'tiboringizga havola qilamiz. Qarsanglar bilan. Zerikib qolmayapsizlarmi? Ertalab azon turarman, bedor boshimda qalpoq, belimda belbog', egnimda cho'pon, qo'limda tayoq, yurarman sayyoq, yo'l olib qayyoq, bosarman qadam mahallam ichra, oqshomi gavjumi saharga tinchlanib, yuragimda parcha qoldi katta shaharda. Nega endi bu haqida o'ylanaman har dam, aytaman yana mani sho'x-sho'x qo'shig'im, orzularim bor hali yetishmaganman, shaharga borish niyatim bor mani, yana mani nimalarga qodirligim ko'rishadi hali mani, dalalardan zerikib ketaman aslo. Sanamagin mani sodda deb shubhasro, nimalarga erishar kuzatar atrof, shirin tuyuladi qancha bo'lsa qimmatroq. Senyorita, meni mahliyo qilding, aqlim vayron qilding, bedor aylab meni sen parvona qilding. Qara o'ylanib qardam, endi yurolmay bardam, bugun izlab seni men ham shahardaman. Javonaga birgalikda raqs tushaylik. Yigirma birinchi asrni ta'siri ochilsa odamda internet ta'siri, hammani profili online qasri, bu nima tushmi yo taqdir hazili? Ey TikTok, Instagram, Telegram, ey yoshlar nega buncha beg'am? Ey cho'pon buni ko'rib hayron, ey yana nima deyish mumkin shunchaki? Ey shahar chiroyli bo'lsa-da xavfli, hamma o'z hayoti bilan baxtli, buni ko'rib o'zgaradi aqling, bugun kelib qoladi bu tarafli, har kecha ayyor va nimaga tayyor, tanimaganlarga nega o'zga bu sayyor, har qadam go'zal yor, har qadamda rayon, o'zgaradi xayol, o'zgaradi xayol. Senyorita, meni mahliyo qilding, aqlim vayron qilding, bedor aylab meni sen parvona qilding. Qara o'ylanib qardam, endi yurolmay bardam, bugun izlab seni men ham shahardaman. Senyorita, meni mahliyo qilding, aqlim vayron qilding, bedor aylab meni sen parvona qilding. Qara o'ylanib qardam, endi yurolmay bardam, bugun izlab seni men ham shahardaman. Javonaga birgalikda raqs tushaylik. Rahmat, umringiz uzoq bo'lsin. Qo'shig'i chiqarsam bo'ladimi? Uni hollar nima deysizlar? Xudo xolasa premyera qilamiz. Agar shu qo'shiq yoqsa bitta qarshi yildan keyin men ijtimoiy tarmoqqa chiqarishim mumkin. Donorgam konsertlarda bugun premyera qilmoqchiman. Agar naqlab bersanglar shu qo'shig'imizni, taronamizni sizlarga e'tiboringizga havola qilamiz. Qarsanglar bilan. Zerikib qolmayapsizlarmi?
Ertalab azon turarman bedor, boshimda qalpoq, belimda belbog', egnimda cho'pon, qo'limda tayoq, yurarman sayyoq, yo'l olib qayyoq. Bosarman qadam mahallam ichra, oqshomi gavjumi saharga tinchlanib, yuragimda parcha qoldi katta shaharda. Nega endi bu haqida o'ylanaman har dam? Aytaman yana mani sho'x-sho'x qo'shig'im, orzularim bor hali yetishmaganman. Shaharga borish niyatim bor mani, yana mani nimalarga qodirligim ko'rishadi hali mani. Dalalardan zerikib ketaman, aslo sanamagin mani sodda deb shushpasro. Nimalarga erishar kuzatar atrof, shirin tuyuladi qancha bo'lsa qimmatroq. Senyorita, meni mahliyo qilding, aqlim vayron qilding, bedor aylab meni sen parvona qilding. Qara o'ylanib qardam, endi yurolmay bardam, bugun izlab seni men ham shahardaman. Javonaga birgalikda raqs tushaylik. Yigirma birinchi asrni ta'siri ochilsa odamda internet ta'siri, hammani profili onlayn qasri. Bu nima tushmi yo taqdir hazili? Ey TikTok, Instagram, Telegram, ey yoshlar nega buncha beg'am? Ey cho'pon buni ko'rib hayron. Ey yana nima deyish mumkin shunchaki? Ey shahar chiroyli bo'lsa-da xavfli, hamma o'z hayoti bilan baxtli. Buni ko'rib o'zgaradi aqling, bugun kelib qoladi bu tarafli. Har kecha ayyor va nimaga tayyor, tanimaganlarga nega o'zga bu sayyor. Har qadam go'zal yor, har qadamda rayyon, o'zgaradi xayol, o'zgaradi xayol. Senyorita, meni mahliyo qilding, aqlim vayron qilding, bedor aylab meni sen parvona qilding. Qara o'ylanib qardam, endi yurolmay bardam, bugun izlab seni men ham shahardaman. Senyorita, meni mahliyo qilding, aqlim vayron qilding, bedor aylab meni sen parvona qilding. Qara o'ylanib qardam, endi yurolmay bardam, bugun izlab seni men ham shahardaman. Javonaga birgalikda raqs tushaylik. Rahmat, umringiz uzoq bo'lsin. Qo'shig'i chiqarsam bo'ladimi? Uni hollar nima deysizlar? Xudo xolasa premyera qilamiz. Agar shu qo'shiq yoqsa bitta qarshi yildan keyin men ijtimoiy tarmoqqa chiqarishim mumkin. Donorgam konsertlarda bugun premyera qilmoqchiman. Agar ma'qullab bersanglar shu qo'shig'imizni, taronamizni sizlarga e'tiboringizga havola qilamiz. Qarsanglar bilan. Zerikib qolmayapsizlarmi? Ertalab azon turarman bedor, boshimda qalpoq, belimda belbog', egnimda cho'pon, qo'limda tayoq, yurarman sayyoq, yo'l olib qayyoq. Bosarman qadam mahallam ichra, oqshomi gavjumi saharga tinchlanib, yuragimda parcha qoldi katta shaharda. Nega endi bu haqida o'ylanaman har dam? Aytaman yana mani sho'x-sho'x qo'shig'im, orzularim bor hali yetishmaganman. Shaharga borish niyatim bor mani, yana mani nimalarga qodirligim ko'rishadi hali mani. Dalalardan zerikib ketaman, aslo sanamagin mani sodda deb shushpasro. Nimalarga erishar kuzatar atrof, shirin tuyuladi qancha bo'lsa qimmatroq. Senyorita, meni mahliyo qilding, aqlim vayron qilding, bedor aylab meni sen parvona qilding. Qara o'ylanib qardam, endi yurolmay bardam, bugun izlab seni men ham shahardaman. Javonaga birgalikda raqs tushaylik. Yigirma birinchi
birinchi asrni ta'siri ochilsa odamda internet ta'siri hammani profili online qasri bu nima tushmi yo taqdir hazili ey TikTok Instagram Telegram ey yoshlar nega buncha beg'am ey cho'pon buni ko'rib hayron ey yana nima deyish mumkin shunchaki ey shahar chiroyli bo'lsa-da xavfli hamma o'z hayoti bilan baxtli buni ko'rib o'zgaradi aqling bugun kelib qoladi bu tarafli har kecha ayyor va nimaga tayyor tanimaganlarga nega o'zga bu sayyor har qadam go'zal yor har qadamda rayon o'zgaradi xayol Senyoritam meni mahliyo qilding aqlim vayron qilding bedor aylab meni sen parvona qilding qara o'ylanib har dam endi yurolmay bardam bugun izlab seni men ham shahardan Senyoritam meni mahliyo qilding aqlim vayron qilding bedor aylab meni sen parvona qilding qara o'ylanib har dam endi yurolmay bardam bugun izlab seni men ham shahardanman Jahonga birgalikda raqs tushaylik. Rahmat, umringiz uzoq bo'lsin. Qo'shig'i chiqarsam bo'ladimi? Uni hollari nima deysizlar? Xudo xolasa premyera qilamiz.